Shu yilning 30-iyul kuni Cho'lpon-Ota shahrida o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuvlar doirasida O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi o'rtasida davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim imzolandi. Mazkur bitim ikki davlat hududida mehnat qilgan fuqarolarning pensiya huquqlarini himoya qilish va pensiya ta'minoti sohasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonda tayinlangan pensiyani nafaqaxo'r Qirg'iziston hududiga ko'chib o'tgan taqdirda ham muammolarsiz olish imkoniyati ta'minlanadi. Endi siz Qirg'iz Respublikasida ishlagan muddatingiz uchun ham vaqt kelib, qo'shni mamlakatning o'zidan pensiya olishingiz mumkin bo'ladi. Kuni kecha bo'lib o'tgan davlat tashrifi davomida prezidentimiz muhim bitimga imzo chekdi. Yana bitta afzal tomoniki, O'zbekistondan pensiyani olib turgan fuqaro Qirg'izistonga doimiy yashashga ketadigan bo'lsa, demak, u pensiyani biz oldin to'xtatardik. Endi qanaqa bo'ladi? Endi bu bitimga asosan O'zbekistondan Qirg'izistonga doimiy yashashga o'tib ketadigan bo'lsa, bu pensiyasi O'zbekiston davom ettiradi to'lashda. Demak, qaysidir bankida o'zini hisob raqamini ochadi-da va O'zbekistonga taqdim etadi. Biz uni pensiyani eksport qilamiz. Demak, pensiyani to'lovini amalga oshiramiz. Shu yilning 30-iyul kuni Cho'lpon-Ota shahrida o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv doirasida imzolangan davlat ijtimoiy sug'urtasi va pensiya ta'minoti to'g'risidagi bitim 1992-yilda imzolangan MDH davlatlari fuqarolarining pensiya huquqlari kafolatlari to'g'risidagi xalqaro bitimdagi ayrim muammolarni ham bartaraf etadi. Ya'ni ish stajini o'zaro inobatga olishning aniq ikki tomonlama tartibi kelishib olindi endi. Endi bitimga asosiy tamoyillarga o'tadigan bo'lsak, yuqorida aytganimdek, bu proporsional tamoyili deyiladi. Butun dunyoda bu narsa belgilangan. Proporsional tamoyili har bitta davlat o'zini ish stajini to'lash tartibi belgilangan. Bu degani har bitta fuqaro O'zbekistonda ishlaydimi, Qirg'izistonda ishlaydimi, bu ikkita davlat kelishib oldik. Har bitta davlat o'zini ish staji va ish haqlariga asosan pensiya tayinlab to'lab beramiz. Ushbu bitimni bu boradagi ilk qadamlar sifatida baholash mumkin, chunki navbatdagi bosqichlarda kattaroq rejalar ko'zlangan. Bundan keyingi jarayonlar endi har bitta davlat ichki tartibi bo'yicha tamoyillarga asosan bu bitimni qonuniylashtiradi, ratifikatsiya qilinadi. Keyingi qadamlarimizdan biri endi mana shu MDH davlatlar, yaqin qo'shnilar, Turkiya, Ozarbayjon, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmaniston davlatlari bilan xuddi shunday bitim bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Bu kun Shahzod Abdullayev, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.